Ey, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nima janjal? Nima bo'lyapti? Nima janjal? Polvonjon, kuchingiz ko'p bo'lsa bizda 1 metrlik shashingiz bor-da, shuni yeb berasizmi? Bo'ldi, yeb beraman. Bo'ldi, ushmanglar, talashmanglar, bizga 1 metrlik shash yeb beringlar undan ko'ra. Avvalambor assalomu alaykum, Jahon choyxonasining aziz kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun Paymat qishlog'idan Siroj ukamiz kelgan. 7 daqiqada bitta 05 kola, bitta 1 metrlik shashligimiz deb 500 ming so'm yutib ketmoqchi. Ukamizga omad. Mana Paymatdan kelgan Siroj ukamiz 7 daqiqada bitta kola, bitta 1 metrlik shashni yeb oldi. Mana va'da qilingan Jahon choyxonasidan 500 ming so'm pul. Ukajon, endi kuching ko'payib ketsa, bemalol mana shu yerga kelaver. Mayli, osh o'yinimiz bor, somsa o'yinimiz bor, shashlik o'yinimiz bor. Kuchingni bemalol ko'rsataverasan, maylimi? Ukamiz polvon ekan, men o'rtoqlarimni ozroq boshida tortishib qoldi. Mana shashligimizni yeb berdi, gap yo'q lekin. Shashlik haqida, o'yin haqida bir fikringiz bo'lsa, Sirojjon. Shashlik hammasiga gap yo'q. Shu atkishni ta'mlari ham zo'r, yaxshi pishgan. Mana ko'p o'ynagan postlar so'rab qolamiz.